Yaşop ketdingizmi? Yaşop ketasiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa Yaşop ketding, xudo xohlasa. Xudo xohlasa o'g'lim. Bizni baxtimizga dadam tuzalib ketsin. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa bo'ladi. Mahallada yashaymiz. Bu akamizni qo'shnilari bo'lamiz, do'stini. Bu videoda qilishdan maqsad shu akamizga jinday yordam kerak. Ukasi meni qo'ldan kelgancha yordam qilib kelyapti shu kungacha. Hozir hoji akamiz qayerda operatsiya bo'ldi? Bundan oldin ham lecheniya yoki operatsiya bo'lganmi? Bundan oldin 7 yil oldin operatsiya bo'lganmi? O'zimiz Jallodda operatsiya qilishgan. Endi shu kungaday mana lecheniya olib kelyapti. Endi hozir yana operatsiya qilish kerak bo'lyapti. Turkiyaga borib, operatsiyasini o'ziga 16 ming dollar pul ketadigan. Qolgan lecheniya yana shu mayda chuydalariga 25 ming dollar pul kerak ekan, общий. O'shunga endi iloji yo'q, shu eldan yordam so'rayapmiz. Operatsiyasi qayerda bo'ladi ekan? Bishkekdami yo Toshkentdami yo Hindiston, Turkiya? Operatsiyasi Turkiyada bo'ladigan. O'sha bilan gaplashildi doktorlar bilan. O'shalar olib kelinglar, shu yerda o'zimiz chiroyli qilib. Inshaalloh pul yig'ilsa operatsiyaga boradi. Boricha tezroq pul yig'ilaversa, Alloh taolo inshaalloh hamma diliga solsin. Hozir shu karta nomerlarni qo'yyapmiz. Men hozir aytaman. Sberbank karta 2202 2083 96 51 46 07 Jasurbek M deb chiqadi. Bu Sberbank kartamiz. M-bank kartamiz 995 74 24 44 Yahyo Bek deb chiqadi. Yana bir M-bankimiz 505 bilan 70 78 76 Abdulloh Sodiqov deb chiqadi. Megapay yedinisamiz 996 550 88 81 69 raqamlariga yordam qilasizlar qo'ldan kelgancha inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh taolo cheksiz maqtovlar bo'lsin. Aziz birodarlar, mana bugun yana Alloh taoloning izni bilan sizlar bilan yana bir oiladan video murojaat qilyapmiz. Albatta bu video murojaat qilishimiz sababi o'zingizlar ko'rib turganlarda hoji akamizning holati 7 yildan beri shu holatdagi orada operatsiyalar bo'ldi va Jalobod, Qirg'iziston, O'zbekistonga ko'rsatmagan yerlar ham qolmoqda. Kelinglar azizlar, bugun shu narsaga bizni sababchi bo'laylik. Shu videoni ko'ryapsizmi? Xursand bo'laylik. Alloh taolo shuni sizga sabab chiqibdi inshaalloh. Azizlar, hoji akamiz lecheniyasiga yoki bo'lmasam Turkiyaga borib operatsiya o'tkazib kelishligiga operatsiyaning o'ziga 16 ming dollar, u yerda lecheniyalari, yotishi, yeb ichishi bilan jami 25 ming dollarga yaqin mablag' kerak ekan. Azizlar, hoji akamizga ekson yegish uchun karta nomerlarimiz, Sberbanklarimiz 2202 20 83 96 51 46 07 raqamlari Jasurbek M deb chiqadi. Sberbankimiz. M-bank raqamlarimiz 995 bilan 74 24 44 Yahyo B deb chiqadi. Yana bitta M-bank raqamlarimiz 505 bilan 70 78 76 Abdulloh S deb chiqadi. Azizlar, nima sabab ikkita M-bank qo'ydik? Ya'ni bitta M-bank qo'ysak videomiz oxiriga yetmasdan M-banklarimiz blokirovka bo'lib qolyapti.